Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shunchaki muhim emas, balki hayotiy zarur bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlarimiz uchun. Bu ma'lumot sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, bu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz. Hozirroq obuna tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Bu bizga ko'proq odamlarga yordam berishga imkon beradi. Xo'sh, muammo nimada? Hozirgi kunda juda ko'plab nafaqaxo'rlarimiz o'zlarining bank hisob raqamlari, aniqrog'i, nafaqa tushadigan kartalardagi mablag'lar holatini yetarlicha nazorat qilmayotganliklari ma'lum bo'lmoqda. Ilgari odamlar nafaqani naqd pulda olardi, yoki pochta orqali, yoki to'g'ridan to'g'ri kassadan. Hamma narsa ko'z o'ngida edi, summasi aniq edi. Kimdir sizning nafaqangizga tegishi mumkinligi haqida deyarli hech kim o'ylamasdi. Lekin zamon o'zgardi. Bugun aksariyat nafaqalar bank kartalariga o'tkaziladi. Bu bir tomondan qulay. Lekin boshqa tomondan yangi turdagi xavflarni keltirib chiqaradi. Aytaylik, kartangiz yo'qolishi, uning ma'lumotlari firibgarlar qo'liga tushishi yoki eng yomoni kartadan sizning xabaringizsiz qandaydir cheklovlar yoki to'lovlar amalga oshirilishi mumkin. Siz shunchaki oy oxirida pulingiz kamroq tushganini ko'rib hayron qolasiz va sababini topa olmaysiz. Aynan shu holatga duch kelmaslik uchun men sizni shaxsiy hisob raqamingizni muntazam tekshirishga chaqiraman. Keling, nima uchun bu shunchalik muhim ekanligini batafsil tushuntiraman. Kim nimalarni bilishi kerak? Kimlar ayniqsa xavotir olishi lozim va kimlar nisbatan xavfsizroq bo'lishi mumkin? Avvalo, siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bu sizning nafaqa hisob raqamingizga nafaqadan tashqari boshqa mablag'lar ham tushishi mumkinligi. Ba'zan bu yaxshi bo'ladi. Masalan, yordam pullar yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar. Lekin ba'zan bu siz kutmagan, balki sizning qarzingizni yopish uchun yuborilgan pullar bo'lishi mumkin. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birinchidan, agar sizda bankdan kreditlaringiz bo'lsa, oddiy misol. Farhod amaki 1 yildan beri kommunal to'lovlar uchun kichik miqdorda kredit olgan edi. Dastlabki 6 oy davomida to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirdi. Keyin esa uning sog'lig'i yomonlashgani tufayli qarzni biroz unutib qo'ydi. Bank ma'lum muddat eslatmalar yubordi. Keyin esa suddan qarzdorlikni nafaqa hisobidan undirish haqida qaror chiqartirdi. Farhod amaki bir oyda 1.200.000 so'm nafaqa olardi. Bankdan unga xabar keldi, ammo Farhod amaki bunga e'tibor bermadi yoki tushunmadi. Keyingi oyda uning hisobiga odatdagidan ancha kam pul, taxminan 700.000 so'm tushdi. Farhod amaki hayron bo'ldi. Nega bunday bo'ldi? Ma'lum bo'lishicha, bank sud qarori asosida uning nafaqasidan qarzni ushlab qola boshlagan. Bu yerda diqqat qilish kerak bo'lgan jihat shuki, qonunchilikka ko'ra nafaqaning ma'lum bir qismidan ortig'ini undirish mumkin emas. Lekin ba'zida tizim noto'g'ri ishlaydi yoki bir nechta bank sizning hisobingizdan pul undirishga harakat qilishi mumkin. Bu holatda Farhod amakining qarzining umumiy summasi 3 million so'mga yaqin edi. Bank har oy Farhod amakining nafaqasidan 500.000 so'mdan ushlab qola boshladi. Bu Farhod amakining kundalik ehtiyojlari uchun juda katta miqdor edi. U bu summadan ayrim dori-darmonlarni sotib olishi va oziq-ovqat mahsulotlariga ishlatishi kerak edi. Ammo endi uning qo'lida faqatgina 700.000 so'm qolganligi sababli Farhod amaki jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch keldi. Bu uning sog'lig'iga va ruhiyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Chunki u kutilmagan vaziyatga tushib qolganidan stressga tushdi. Ikkinchidan, agar sizning qarzlaringiz sud ijrochilarining nazoratida bo'lsa, bu faqatgina kreditlar emas, balki boshqa turdagi qarzlar ham bo'lishi mumkin. Masalan, aliment to'lovlari, soliq qarzdorliklari, jarimalar yoki hatto qo'shnidan olingan va qaytarilmagan qarzlar bo'yicha sud qarorlari. Gulnora aya o'zining yagona o'g'lini boshqalardan kam qilmaslikka harakat qilib, uning kichik biznesiga yordam berish uchun kafillik bergan edi. Afsuski, o'g'lining ishlari yurishmay bankka katta miqdorda qarz bo'lib qoldi. O'g'li qarzini to'lay olmagach, sud qaroriga asosan kafillik bergan Gulnora ayadan ham qarzni undirishga qaror qilindi. Gulnora ayaning nafaqasi 1.400.000 so'm edi. Sud ijrochisi sud qarori asosida har oyda uning nafaqasining 20%ni, ya'ni 700.000 so'mini ushlab qola boshladi. Bu Gulnora aya uchun kutilmagan zarba bo'ldi. Chunki u nafaqa olishda davom etayotgan bo'lsa-da, real puli yarimga kamaygan edi. Gulnora aya bu holatni faqatgina nafaqa tushganidan bir necha kun o'tib do'konda pul yetmaganda sezdi.
Agar u bank hisobini doimiy tekshirib turganda bu holatni oldinroq bilib, chora ko'rishi mumkin edi. Yoki hech bo'lmaganda o'zining xarajatlarini rejalashtira olardi. Bunday kutilmagan yechib olishlar nafaqaxo'rlarimizning kundalik hayotiga, ularning dorilari, oziq-ovqatlari va kommunal to'lovlari kabi eng asosiy ehtiyojlarga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Uchinchidan, agar siz qandaydir bir xizmat uchun obuna bo'lgan bo'lsangiz va u avtomatik tarzda kartangizdan pul yechib olsa. Bu nisbatan kamroq uchraydigan holat. Ammo yosh avlod tomonidan ota-onalarning kartalaridan internet do'konlarida yoki turli onlayn xizmatlarga obuna bo'lish uchun foydalanish holatlari kuzatiladi. Tasavvur qiling. Nabirangiz sizning kartangiz bilan o'yin o'ynab, tasodifan pullik obunaga yozilib qoladi. Masalan, bolalar uchun multfilm platformasiga har oyda 20 ming so'mdan avtomatik yechib olina boshlaydi. Bu kichik summa bo'lishi mumkin. Lekin bir yilda bu 2,4 ming so'm degani. Agar siz bir yil davomida buni sezmasangiz, bu sizning yo'qotishingizdir. Bu firibgarlik emas, balki ehtiyotsizlik natijasida yuzaga kelgan vaziyat bo'lib, nafaqaxo'rning byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Aytaylik, 2 ming so'mga siz bir haftalik non yoki bir nechta dori vositasini sotib olishingiz mumkin. Bu pulning o'zingiz bilmagan holda yechib olinishi sizni qiyin ahvolga solishi mumkin. To'rtinchidan, eng xavfli holat firibgarlik. Telefon orqali yoki internet orqali sizni chalg'itib, karta ma'lumotlaringizni bilib olishlari mumkin. Masalan, o'zini bank xodimi deb tanishtirgan kimsa sizga qo'ng'iroq qilib, kartangiz bloklanganini yoki unda g'ayrioddiy harakatlar kuzatilayotganini aytadi. Sizdan kartaning raqamini, amal qilish muddatini va orqasidagi 3 xonali CVC kodini so'raydi. Ba'zi soddadillar, ayniqsa keksa yoshdagilar bu ma'lumotlarni berib yuborishadi. Firibgar bu ma'lumotlar bilan kartangizdagi barcha pullarni onlayn sotib olishlar orqali yechib olishi mumkin. Dilshod boboning boshidan o'tgan voqea bunga yaqqol misol. Unga o'zini Xalq banki xodimi deb tanishtirgan noma'lum shaxs qo'ng'iroq qilib, nafaqa kartangizga xato bilan katta miqdorda pul o'tkazilib yuborildi. Uni qaytarish uchun sizning kartangiz ma'lumotlari kerak degan. Dilshod bobo tezda pulni qaytarib berishga shoshilib, barcha so'ralgan ma'lumotlarni aytib bergan. Natijada uning nafaqa kartasidagi 800 ming so'm nafaqasi va o avvalroq yig'ib qo'ygan 1 million 500 ming so'm jamg'armasi. Jami 2 million 300 ming so'm firibgarlar qo'lga o'tgan. Bu holatda zudlik bilan bankka xabar berilmasa, pulni qaytarish deyarli imkonsiz bo'ladi. Har bir daqiqa qimmatli. Bu nafaqaxo'r uchun oylik byudjetning yarmidan ko'pini yo'qotish demakdir. Bu esa oilaning moliyaviy ahvolini jiddiy qiyinlashtiradi. Endi kimlar nisbatan xavfsizroq bo'lishi mumkin? Agar sizning hech qanday qarzingiz bo'lmasa, hech kimga kafillik bermagan bo'lsangiz, onlayn xizmatlarga obuna bo'lmasangiz va eng muhimi, kartangiz ma'lumotlarini hech kimga bermasangiz, sizning xavfingiz ancha past bo'ladi. Lekin shunga qaramay, xavfsizlikni ta'minlash uchun hisobingizni tekshirib turish zarur. Ba'zan davlat tomonidan beriladigan subsidiyalar yoki bir martalik yordam pullari ham sizning hisobingizga tushishi mumkin. Bu holda siz faqatgina xursand bo'lasiz, ammo baribir mablag'larning nima uchun va qancha miqdorda tushganini bilish foydadan xoli emas. Lekin bu yerda eng muhim qoida, qanday sabab bilan bo'lishidan qat'iy nazar, agar sizning nafaqangiz odatdagidan kamroq kelganini sezsangiz, darhol sababini aniqlashingiz kerak. Kutib o'tirmang. Har bir o'tkazilgan kun yoki soat sizning mablag'laringizni qaytarish imkoniyatini kamaytirishi mumkin. O'zingizni bu kabi muammolardan himoya qilish uchun faqatgina sizning hushyorligingiz va harakatingiz yordam beradi. Hozir esa bu masaladagi ba'zi bir noaniq jihatlar, kutilmagan holatlar va e'tibor berish lozim bo'lgan detallar haqida gaplashamiz. Birinchidan, sud qarorlari va ijro hujjatlarining bajarilishi. Qonunchilikka ko'ra, nafaqa mablag'larining ma'lum bir qismidan ortig'ini undirish taqiqlanadi. Masalan, aliment to'lovlari bo'yicha nafaqaning 50%gacha, boshqa turdagi qarzlar bo'yicha esa 20 yoki 30%gacha undirilishi mumkin. Ammo ba'zan sud ijrochisi inson faktoriga yoki texnik xatolikka yo'l qo'yib belgilangan me'yordan ortiq pulni yechib olishi mumkin. Misol uchun, Mubinaxon opaning holatini ko'raylik. Uning nafaqasi 1 million 300 ming so'm edi. Katta o'g'li uchun aliment to'laydi. Qonun bo'yicha exir badaniy undirilishi kerak, ya'ni 6 exir ming so'm. Lekin bir oy uning hisobiga faqatgina 300 ming so'm tushdi. Mubinaxon opa hayron qolib bankka murojaat qilganida ma'lum bo'lishicha, ijrochi xatosi tufayli
Mubinaxon opaning hisobidan 1 million so'm ushlab qolingan. Bu xato tezda to'g'rilandi, lekin Mubinaxon opa bu pulni qaytarib olish uchun ancha vaqt va nerv sarflashiga to'g'ri keldi. Chunki ijrochi bilan bog'lanish va xatoni tuzatish jarayonlari odatda uzoq va murakkab kechadi. Shu sababli nafaqangizga tushgan summani har doim tekshirishingiz shart. Bu kabi vaziyatlarda vaqtni yo'qotmaslik va zudlik bilan harakat qilish juda muhimdir. Ikkinchidan, bankdagi texnik nosozliklar. Garchi kam uchrasa-da, bank tizimlarida vaqti bilan texnik xatolar bo'lishi mumkin. Pulning noto'g'ri hisoblanganligi, tranzaksiyalarning kechikishi yoki 2 marta amalga oshirilishi kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Aytaylik, sizning nafaqangiz kartaga 2 marta tushib, keyin biri qaytarib olinishi kerak bo'lishi mumkin. Lekin tizim buni noto'g'ri qabul qilib, sizdan ortiqcha pul yechib olishi mumkin. Yoki siz biror joyda kartadan to'lov qilganingizda to'lov muvaffaqiyatli o'tmagan bo'lsa-da, pul hisobingizdan yechilib ketishi mumkin. Bu sizning aybingiz bo'lmasa-da, sizning moliyaviy ahvolingizga ta'sir qiladi. Agar siz muntazam ravishda hisobingizni tekshirib turmasangiz, bunday xatolarni kech sezishingiz va tuzatish uchun ko'proq vaqt sarflashingiz mumkin. Ba'zan esa bank bilan uzoq bahslarga kirishishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Uchinchidan, meros masalalari. Ba'zida vafot etgan yaqin qarindoshingizdan meros qolganligi sababli uning qarzlari sizga o'tishi va bu qarzdorlikni qoplash uchun sizning nafaqa hisobingizga nisbatan sud qarori chiqarilishi mumkin. Bu ko'pincha odamlar kutmagan holat bo'ladi. Masalan, marhum akasining bankdagi kreditdan xabardor bo'lmagan Sarvar aka, akasi vafot etgandan keyin uning merosini qabul qilib olgan. Bir necha oydan so'ng Sarvar akaning nafaqa kartasidan bir danaga katta miqdorda pul yechib olina boshlandi. Ma'lum bo'lishicha, sud akasining krediti bo'yicha merosxo'r sifatida Sarvar akadan qarzni undirishga qaror qilgan. Bu Sarvar akaning oylik nafaqasining 3%, ya'ni 200 ming so'mini tashkil etardi. Uning nafaqasi 1 million 100 ming so'm edi. Agar Sarvar aka merosni qabul qilishdan oldin akasining barcha moliyaviy majburiyatlarini tekshirganda yoki nafaqa hisobini doimiy nazorat qilganda bu vaziyatga tayyor bo'lishi mumkin edi. Merosni qabul qilishda nafaqat aktivlar, balki majburiyatlar ham o'tishini unutmaslik kerak. Bu holatda siz merosni qabul qilishdan bosh tortishingiz mumkin. Ammo bu haqida o'z vaqtida bilish muhim. To'rtinchidan, turli ijrochi tashkilotlarning bir vaqtda undiruvga qaratilgan harakatlari. Sizning bir nechta qarzingiz bo'lishi mumkin. Bitta bankdan kredit, davlatga soliq qarzi va ma'muriy jarima. Har bir tashkilot o'zining qarorini ijro etishga harakat qiladi. Bu esa sizning nafaqangizdan bir oyda qonuniy ruxsat berilganidan ko'proq pul undirib olinishiga olib kelishi mumkin. Masalan, bir oyda bank kredit bo'yicha nafaqaning 20 millionini undirsa, sud ijrochisi aliment bo'yicha yana 50 bari undirishi mumkin. Bu esa umumiy nafaqaning 7 bandini tashkil qiladi. Aslida qonunchilik bitta ijro hujjati bo'yicha maksimal undiruv miqdorini belgilaydi va ko'pincha bu barcha undiruvlarning umumiy miqdoriga ham taalluqli bo'lishi kerak. Lekin buni siz hisobingizni tekshirganingizdagina bilishingiz mumkin. Chunki tizim har doim ham avtomatik ravishda bu cheklovlarni to'g'ri hisobga olmasligi mumkin. Bu holatda siz zudlik bilan sud ijrochilariga yoki bankka murojaat qilib, ushlab qolingan mablag'larning miqdoriga tuzatish kiritishingizni talab qilishingiz kerak. Chunki ortiqcha undirilgan pul sizning moliyaviy ahvolingizni juda yomonlashtirishi mumkin. 5-dan, vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin bo'lgan avtomatik to'lovlar. Ba'zida siz bir marta ha deb bosgan obuna yoki xizmat shartnomasi yillar davomida kuchda qoladi va pulni avtomatik ravishda yechib olishda davom etadi. Telefoningizga internet paketi, antivirus dasturi, onlayn jurnallar va hokazo. Siz ularni unuta boshlaysiz, lekin ular pullaringizni yechishda davom etadi. Bu xizmatlarning narxi va shartlari vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Bu esa sizning kutilmagan xarajatlaringizni oshirishi mumkin. Masalan, bir onlayn gazeta uchun obuna bo'lganingizni unutingiz, u dastlab oyga 10 ming so'm edi. Ammo keyinchalik xizmat shartlari o'zgarib, oyga 5 ming so'm bo'lib qolgan. Siz bu o'zgarishdan bexabar qolsangiz, bilmagan holda ortiqcha xarajatga tushasiz. Shuning uchun hisobingizdan har oy bir xil summadagi pulni avtomatik ravishda yechib olish holatlari bo'lsa, buning sababini tekshirishingiz va zarur bo'lmasa, uni bekor qilishingiz kerak. Bu har bir so'mingizni tejashga yordam beradi. Xo'sh, endi eng muhimi, siz nima qilishingiz kerak? Qanday qilib o'zingizni himoya qilasiz? Men sizga
aniq qadamlar va ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, muntazam tekshirishni odat qiling. Bu eng muhim qadam. Har oyda nafaqa tushishi bilan yoki undan 1-2 kun o'tib, albatta o'z bank hisobingizni tekshiring. Buning uchun bir necha usul mavjud. Mobil ilova orqali agar sizning smartfoningiz bo'lsa va undan foydalana olsangiz, bankning mobil ilovasini yuklab oling. Masalan, Click, Payme yoki banklarning o'zining ilovalari, Xalq banki mobil ilovasi, Agrobank Mobile va Hokazo. Bu ilovalar orqali siz real vaqt rejimda barcha kirim va chiqim operatsiyalarini ko'rishingiz mumkin. Har bir operatsiyaning sanasi, summasi va kimdan ekanligi aniq ko'rsatiladi. Agar siz mobil ilovalardan foydalanishni bilmasangiz, farzandlaringizdan yoki nabiralaringizdan yordam so'rang. Ular sizga buni tushuntirib o'rgatishi yoki sizning ruxsatingiz bilan hisobingizni tekshirib berishi mumkin. Bu juda oson va qulay usul bo'lib, uyda o'tirib turib ham ma'lumot olish imkonini beradi. 2. SMS xabarnoma xizmatini yoqing. Ko'plab banklar SMS xabarnoma xizmatini taklif qiladi. Bu xizmat orqali kartangizga pul tushishi yoki undan pul yechilishi bilan sizga SMS keladi. Xabarda operatsiya summasi va hisobdagi qoldiq ko'rsatiladi. Bu xizmat pulga bo'lishi mumkin. Odatda oyiga juda kichik bir miqdor, lekin u sizning xotirjamligingizni ta'minlaydi va pulingiz nazorat ostida ekanligini bildiradi. Bankka borib bu xizmatni ulab berishlarini so'rang. Bu ayniqsa texnologiyalardan unchalik foydalana olmaydiganlar uchun juda qulay. O'tu bankomat orqali har bir bankomatda siz kartangizdagi qoldiqni tekshirishingiz va hatto oxirgi bir nechta operatsiya bo'yicha chek chiqarishingiz mumkin. Bu juda oddiy va hamma uchun tushunarli. Haftada bir marta yoki nafaqa tushgan kunning ertasiga bankomatga borib hisobingizni tekshiring va chekni saqlab qo'ying. Chekda oxirgi operatsiyalar ro'yxati bo'ladi. Bu esa g'ayrioddiy holatlarni aniqlashga yordam beradi. 4. Bank kassasi orqali eng ishonchli usullardan biri bu. Bank filialiga borib kassir yoki operatorga murojaat qilish. Ular sizga hisobingizning to'liq ko'chirmasini berishadi. Bu siz uchun eng to'liq ma'lumot manbai hisoblanadi. Unda har bir kirim-chiqim operatsiyasi, undan kim foydalanganligi va operatsiya maqsadlari ko'rsatilgan bo'ladi. Agar sizda biror narsa shubhali tuyulsa, bank xodimi bilan maslahatlashing. Ikkinchi qadam, g'ayrioddiy holatni aniqlasangiz nima qilish kerak? Agar siz nafaqangiz kamroq tushganini sezsangiz yoki siz bilmagan holda pul yechib olinganini ko'rsangiz, zudlik bilan harakat qiling degan. 1. Bankka murojaat qiling. Birinchi navbatda nafaqa kartangizga xizmat ko'rsatadigan bankning eng yaqin filialiga boring. Pasportingiz va nafaqa kartangizni o'zingiz bilan oling. Bank xodimiga muammoni tushuntiring. Ular sizga hisobingizdan pul qanday va nima sababdan yechilganini aniqlashda yordam berishlari shart. Sizga hisobingizning batafsil ko'chirmasini talab qiling. Bank xodimi ushlab qo'lingan summa qayerga ketganini va uning asosini aniqlab berish kerak. Agar bank xodimi yordam bera olmasa yoki ma'lumot bera olmasa, bank rahbariyatiga murojaat qilish huquqingiz bor. Sud ijrochilariga murojaat qiling. Agar bank sizga pul sud ijrochisi tomonidan yechib olinganini aytsa, darhol Adliya vazirligi huzuridagi majburiy ijro byurosi ijro bo'limiga murojaat qiling. Ulardan pulning qaysi qarzdorlik bo'yicha undirilganini va undirilgan summa qonuniy me'yorlarga mos kelishini aniqlang. Sizga ijro hujjati nusxasini berishlari kerak. Agar undirilgan summa qonunga zid bo'lsa, siz yozma ravishda arizaga e'tiroz bildiring va ortiqcha ushlab qo'lingan mablag'ni qaytarishni talab qiling. Bu ariza 2 nusxada bo'lishi kerak. Bir nusxasi sizda qolishi lozim. O'ti firibgarlik holatida. Agar siz firibgarlik qurboni bo'lganingizni sezsangiz, masalan, kimdir sizning ruxsatingizsiz kartangizdan pul yechib olgan bo'lsa, zudlik bilan bankka xabar bering va kartani bloklashni so'rang. Bu firibgarlarning keyingi harakatlarini to'xtatadi. Keyin ichki ishlar organlariga, politsiyaga ariza bilan murojaat qiling. Qanchalik tez murojaat qilsangiz, pulni qaytarish yoki firibgarlarni topish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. Telefon suhbatlari yozuvlari, SMS xabarlar, tranzaksiya raqamlari yoki boshqa dalillaringiz bo'lsa, ularni saqlab qoling va tergovchilarga taqdim eting. 4. Muhim hujjatlar. Har qanday murojaatda pasportingiz, nafaqa guvohnomangiz, agar mavjud bo'lsa, bank ko'chirmalari, sud qarorlari nusxalari agar sizga berilgan bo'lsa va boshqa tegishli hujjatlarni o'zingiz bilan olib boring. Ularning nusxalarini ham oldindan tayyorlab qo'yish foydali bo'ladi. 3-qadam, o'zingizni himoya qilish choralari. Karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Unutmang, bank xodimi ham
Boshqa hech kim sizdan CVC kodini, kartaning orqa tomonidagi 3 raqam, PIN kodini yoki to'liq karta raqamini so'ramaydi. Agar kimdir telefon orqali o'zini bank xodimi yoki boshqa bir tashkilot vakili deb tanishtirib, bu ma'lumotlarni so'rasa, bu firibgar. Telefonni qo'ying va hech qanday ma'lumot bermang. Haqiqiy bank xodimi faqat sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlash uchun so'rashi mumkin, lekin hech qachon maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Noma'lum havollarga kirmang. Agar sizga SMS orqali pul yutib oldingiz yoki kartangiz bloklandi, tekshirish uchun bo'lsing kabi shubhali havollar kelsa, hech qachon ularga kirmang. Ular firibgarlik maqsadida yuborilgan bo'lib, sizning kartangiz ma'lumotlarini o'g'irlashga qaratilgan. Bunday xabarlarni darhol o'chirib tashlang. Yaqinlaringizdan yordam so'rang. Agar siz mobil ilovalar yoki internet bilan ishlashda qiynalsangiz, ishonchli farzandingizdan yoki nabirangizdan yordam so'rang. Ulardan sizning nomingizdan bankning mobil ilovasini o'rnatib berishni va har oyda pul tushumlarini tekshirishni so'rang. Lekin har qanday holatda ham PIN kodni hatto eng yaqin kishingizga ham aytmang. Faqatgina zarur operatsiyalarni amalga oshirishda yordam berishlarini so'rang va o'zingizni himoya qilish choralarini ko'ring. Yodingizda tuting. Sizning nafaqangiz, bu sizning halol mehnatingiz evaziga olingan pulingiz. Uni himoya qilish sizning huquqingiz va burchingiz. Faqat sizning faolligingiz va diqqatingizgina sizni kutilmagan moliyaviy yo'qotishlardan himoya qila oladi. Aziz do'stlar, bugun men sizni nafaqa hisob raqamlaringizni muntazam tekshirishga, xushyor bo'lishga va o'zingizni moliyaviy xavflardan himoya qilishga chaqirdim. Bu videodagi ma'lumotlar hayotingizda qandaydir foyda keltirsa, men bundan xursand bo'laman. O'z fikrlaringizni va bu boradagi tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarimiz uchun ham juda foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz siz uchun doim foydali va muhim ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va moliyaviy jihatdan doim xotirjam bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.